Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Azamjon. Men bugun qanday qilib Minecraftda Aternos Pro zo'r katta server yaratishni o'rgataman. Qanday ketdik. Birinchi bo'lib biz oddiy server ochib olamiz. Oddiy server ochgandan keyin o'sha Vanilla degan joyni Sprigot MC Sprigot buketga o'zgartiramiz. Va xohlagan versiyamizga to'g'rilab olamiz. O'zimizga yoqqan. Men 16.5 versiyani to'g'rilayman. Xohlagan deganda hamma versiyani emas, masalan, ba'zi bir versiyalarda ba'zi bir pluginlar tushmay qolishi mumkin. Shuni ham inobatga olib qo'yishingizni so'raman. Keyin o'sha Sprigot qildik va bu yerda plugin degan joy ham chiqib keladi. Birinchi biz serverni tekshirib olamiz. Ishlayaptimi yo'qmi? Ishlayotgan bo'lsa, ishimizni boshlayveramiz. Adresni olamiz. Yon sal sekinroq bo'lyapti. Bitta narsalarni tortyapman ekan birinchi yonishda. Mana ko'rib turibsizlar, nezerlar. Worldlar yaratib oldi. Ochmay qoldi. Mana serverni ham yonda kirib test qilib ko'ramiz. Negadir kirmayapti. Uzr do'stlar. Men serverni to'g'rilamoqman. Create bo'limini yoqib qo'ymoqman. O'chirib qo'ydim. Yoqib qo'ymoqman. Create bo'limini yoqaman. Yondi va serverni yoqamiz. Menda ozgina internetda muammolar bo'lyapti. Shuning uchun oldindan uzr so'rab qo'yaman. Bu serverga nimalar qo'shiladi? Bu serverga hali
har xil shoplar, buyer qo'shamiz, qo'shamiz, token shop qo'shamiz. Har xil ranglar qo'shamiz, unga print missionlar qo'shamiz. Ana kirdi. Anarxiyada bor hamma pluginlarni qo'shib chiqamiz. Aternos qotyapti. Serverni o'chiraman va o'zimga olib beraman. O'zimizga kerakli pluginlarni tortib olamiz. Bu pluginlarni tortib chiqarishimiz yoqqandan keyin iloji boricha qo'limdan kelgancha bu pluginlarning vazifasini tushuntirib o'taman. Wi-Fi ishlatyapman, lekin negadir internet sekinroq. O'zinglar videodan ko'rib, o'sha pluginlarni tortib olasizlar. Endi o'zimizga kerak pluginlarni tortib olamiz yana. Tab plugini kerak bizga. Tab plugini kerak. Better RTP degan plugin kerak yana. Better RTP tab. ZenPC Plus kerak. ZenPC ham tortsak bo'lar. ZenPC men ostan ishlataman. ZenPC Plusda sal qiynalaman, lekin ZenPC hozir bug bo'lib qolgan. Shu uncha yaxshi ishlamaydi ZenPC. Tab pluginni ham tortdik. Tab plugini bizga nima kerak? Bizga scoreboard yaratishga kerak. Menimcha hozircha yetadi. Endi serverni yoqib ko'ramiz.
shuncha postdan ishlatyapman. Hozir endi video olaman. Server açayman deganda ping bo'lyapti. Qanday tayyorlasam mana? Oh, yondi. Kiramiz va test qilib ko'ramiz pluginlarni. Ishlayaptimi yo'qmi? Ko'rib turibsizlar, yaxshi ishlayapti hozircha. Endi hayajonli damlar. NPC please, Velvet Essential please show me to explore world to get the NPC work bor. Hozir bizning qaysi pluginimiz ishlayapti? Hamma plugin ishlayapti. Endi biz serverga boshqa olib qo'yamiz. Anarxiya lobby qo'yamiz. Va nimalar hozir bu yerda qiladigan ishimiz aytgancha tab. Mana bizning tabimiz. Pingga e'tibor berasizlar. Hali buni ham chiroyli to'g'rilaymiz tabni ham. Xullas server shunday. Mana biz boshqa qo'yamiz. Men hozir qo'yadigan bo'roqni sizlar meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanal videoning opsiyasida bo'ladi. Hozir upload qilamiz. Mana shu world qo'yib ko'ramiz. Keyin biz hozir fayldan naqarini ham to'g'rilab olamiz. Tab pluginni. Plugins bo'limiga o'tamiz fayldan. Keyin mana bizning hamma tortgan pluginlarimiz turibdi. Hozir bizda qaysi plugin ishlamadi? Hamma pluginimiz ishlayapti. Tab pluginga o'tamiz. Config degan joyga o'tamiz. Va bizda mana ko'p yozuvlar chiqib ketadi. Bitta animation time, ping, har xil yozuvlar turibdi. Memory used. Mana shu joy bizga kerak emas. Ping degan joyi ham 2 marta ko'rsatilgan, bu ham kerak emas. O'chirib tashlaymiz. Ozroq menda qochishlar bo'lyapti do'stlar. Keyin shu yerdami? Yozib qo'ygan scoreboardni. Mana bu yerga scoreboard enable fails deb yozib qo'ygan. Shuni true qilaman.
True qilamiz, o'zi ko'k yozuv bo'ladi. Keyin bu bizning scoreboard. O'sha narsalari. Keyin bu yerdan save qilamiz. Va to'xtanglar, hozir bizga shop plugini kerak. Keyin bu plugin ba'zilarida ishlamaydi ham. Bu qanday ishlaydi bu pluginni? Buni Java versiyasini o'zgartirish kerak. Serverni tortildi. Endi option deydi, adashmasam. Yo'q, serverdan chiqib ketibmiz. Tepa bosilib ping bo'lyapti. Mana bu yerdan Java versiyani 11 qo'yamiz va to'g'rilayapti bu. Java versiyasi hozirlansa bo'ldi. Ruscha qo'ydim. Men tilini mana do'stlar, endi serverni yoqib ko'ramiz. Serverga men tilini to'g'rilaman. To'g'rilaman. Starting. Mana bizning pluginimiz bo'lyapti. Bu keyin tortamiz. Bir ikkita plugin olib ketdi. Ertapda plugin olib ketdi. Keyin bu videoning oxirida do'stlar, sizlar uchun server yasaganman. Uning ichida token shop, oddiy shop, pubchest, random bootchest, har xil plugin, har xil o'sha narsalar bor. O'sha serverni sizlarga sovg'a qilaman. U qanday olasizlar? Meni Telegram kanalimga o'tasizlar va Telegram kanalimda chatda o'sha konkurs serverni tagidagi chatda yozasizlar, qatnashaman deb. Keyin o'sha qatnashmoqchi bo'lgan odamlar hammasining nickname'ini olib random orqali aniqlaymiz. Random orqali aniqlaganimizdan so'ng sizlar o'sha serverni yutib olishingiz mumkin. Kıyakta va bizning worldimiz qo'yildi. Mana bu bizning worldimiz. Bu qanday worldga o'xshaydi do'stlar? O'zimizning Minecraftning worldi. Mana shu world bo'ladi. Bu yerda mine narsalar yozuvlar qolib ketgan ekan.
current wall stuff. Mana bizning tab. Mana bitta user memoryni olib tashlaganmiz. Mana. Endi biz bu yerlarni to'g'rilaymiz. O'sha yozuvlarni keyin yo'qib tashlaymiz. Set world spawn. Mava set spawn. Bo'ldi, endi tug'ilgan odam shu yerda paydo bo'ladi. Katta minus qo'yishimiz kerak, eritib qo'yishimiz kerak. RG bor. Bu worldni regionlab olamiz. Faqat shu PvP'ni regionlasak keyinroq bo'ladi. PvP tomonlarni qolgan joylarni oson region qilamiz. Bu yerga mine qo'shishimiz kerak. Fan kerak bo'ladi biz uchun, bizlar uchun. Nol qilamiz va bizning mine'imiz nol. Keyin bu yerga game rule do mob spawning false qilamiz. Keyin do mob loot mayli true bo'lsin. Do visor cycle false qilamiz. Ana tozalandi. Moblarni ham tozalab oldik. Qani yana bir kill olib ko'rak. Spam bo'lmayapti. Ha yo'q, moblar ham spam bo'lmaydi. Bu yerdan biz tashlaymiz. Bu mapni sizlar bilan birgalikda kuchaytira boshlaymiz. Tozalab, o'zimizga kerak narsalarni o'chirib, chiroyli qilib olamiz mapni. Mana yozuvlarni ham o'chirib tashlaymiz. Qolgan bloklar 3%. Toza mindset. Barbarena. Endi just sal eskiroq versiyaga o'xshayapti. 16.5 server ham 16.5 lekin nezir obsidianlar qandaydir holati. Buni ham versiyadan bo'lsa kerak, to'g'rilaymiz buni ham. Bu yerga keyinchalik properties quramiz. Bu yerda aylanib chiqishi mumkin. Bu yerdan ham bo'ladi, hech qanaqa. Bu server ideal holda. Endi bu yerga pluginlar qo'shishni boshlaymiz. Plugins ko'tamiz. RTP Better RTP plugin tortamiz. Katta mine tortamiz. Mana shu 3-sini tortamiz. Keyin bu serverga hali o'sha alternativchilar ili o'sha hosting sotib olib reaksiya deganlarini qilolmayotgan ishni qilamiz. Ya'ni RG blok qo'yamiz. RG blokni qanday qo'yishni o'rgataman. U RG blok kattaroq pluginlar keyingi
videoda bo'ladi. Mana do'stlar, server ham bo'ldi. Pulda tekshirib ko'ramiz. Economy Shop, Better RTP va Katamain qo'shildi. Better RTP na World'ni keyin configdan to'g'rilaymiz. Hozir faqat shu joylarga teleport qiladi. RTP deb yozamiz va save support topilmadi deyapti. Avval buni World'dan to'g'rilash kerak. Xullas, buni ham to'g'rilaymiz. Katamain Great. Katamainni ham to'g'rilaymiz. Mana do'stlar, men buni o'chirishni o'rgataman hozir. Ozgina ishlarim chiqib qoldi. Spawnda turamizda. Masalan, kill all name bosamiz, hammasi o'chadi. Va biz Katamain qo'shishimiz kerak. Warp-mainga boramiz. Bu yerga set warp qo'ydik. Set warp-main. Set warp PVP qo'yamiz va mainni ishlatamiz. Belgilaymiz va mainimiz tayyor. Bunday qilamiz va o'zimizga kerak o'rinlarni olamiz. Hozir grafikamiz sal g'alatiroq bo'lib qoldi do'stlar. Qandaydir 16 versiyada narsalar boshqacha. To'g'rimi do'stlar, buni shishani qaranglar. O'rinlarni hozir hammasini olamiz. Emerald o'ri, Diamond o'ri, Lapis, Gold, Iron, Redstone olamiz. Ili Ancient Debris olamiz. Keyin tosh olamiz. O'zimizga kerak hamma ruddalarni oldik. SMG deb yozamiz va
Stone qilamizda. Necha foiz qilamiz? Stone 20% qilaylik. Buni 10% qilamiz. Buni 1% qilamiz mayli. Redstone 10% qilamiz mayli. Lapisni ham 10% qilamiz. Iron kerak. Iron 5% qilamiz. 10% qilamiz mayli. Besh foiz tashladik. Yana qandaylar? Lapis. Kolga keldik. Kolni shunday qilamiz. Lapisni lapisni 5% qilamiz. Diamondni 5% qilamiz. Diamondni mayli. Goldni 5%. Emeraldni 5% stack to'lib qolyapti. Stone kerak emas bizga. Va close qilamiz. Shularni to'g'rilaymiz. CM mine bu 10 degani mana o'z vaqtni ham ko'rsatib boshladi. CM reset mine qilamiz. Ana bizning mineimiz. 9 minut vaqtini ham ko'rsatib turibdi. Endi yana qanday pluginlar qo'yamiz? Keyin RTPni men to'g'irladim. Bu hech qanaqa aybi yo'q ekan. O'zi ba'zida bo'lmay qolar ekan. Birinchi shopni ko'ra olaylik do'stlar. Mana bizning shopimiz. Bu donut case bo'ladi. Ahni xatga qo'yamiz. Minecraft'da serverni hisoblab qolamiz. Adashmasam Minecraft'da shu yerda bo'lardi. Yo'q, adashman. Hozir NPC yaratamiz sizlar. NPC create. Player. Auction.
Oh, ana bizning ZNPC'miz. Hozir biz buni ustiga yozuvda chiroyliroq, zo'rroq yozib qo'yish uchun shu saytdan foydalanamiz. Mana saytga kiramiz va auksion deb yozamiz. Va mana bu yozuvni kopirovat qilib olamiz. Va Minecraft o'tamiz. NPC Hollow keyin L quramiz. Bu L kattalashtirish uchun o'zinglar ham bilsanglar kerak. Mana bizning NPC L tog'indi. Uzr do'stlar. Ashna bo'ladi bizning NPC'miz. Action add bir any click mana shu komandni qo'shamiz do'stlar. Desak hozirda bizda ishlamaydi, bu yerda ham ishlamaydi. Uning uchun biz plugin qo'shishimiz kerak. Ready auction yuklaymiz. Yana bizga qanday pluginlar kerak? DM kerak. Mayli, uni keyingi videoda qilamiz. Video cho'zilib ketyapti. Klan ham qo'shaylikmikan server? Mayli, klan ham qo'shamiz. Keyin do'stlar, eng zo'r plugin bor. O'sha pluginni keyingi videoda ko'rsataman. U chatda masalan undov bilan yozasizlar yoki bez unda yozasizlar. Hozir bunda chat undov bilan yozsam o'xshamaydi. Keyin eng pastga tushasizlar, clan system degan joyga o'tasizlar va tortasizlar. O'rnatasizlar. Keyin mana scoreboardga qo'shamiz. Boshqa narsalar bor. Keyin mana chatda warning group items will be removed in 20 seconds degan yozuvlarni ham o'zbekcha qilamiz. Essential spam qo'yaylik. Bu plugin ham kerak bizga. Bu set spam qo'yamiz bu plugin bilan biz. Va reload qilamiz serverni. Reload qilganda bizda olgan qoladi va
adashmasam 2 marta freeze bo'ladi-da, keyin complete deyman. Bo'lib ketdi. Pluginlar ko'rib olamiz. Ishonsin, Essential Spam ishlayapti, Crazy Auction ham ishlayapti. Cleanse ham ishlayapti. Nima deb yozamiz? Deb yozsak, mana bizning auksionimiz. Buni ham hali nomlarini o'zgartiramiz. Hozir biz ZMPC'ni sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Mana bizning ZMPC'miz. Shunday bosamiz va bizning ZMPC'miz ishlayapti. Keyin playerlarga shop degan komandni yoqib qo'yamiz, chunki shopda har xil spawnerlar bor. Anarxiyada bu juda arzon narx degani va playerlar juda oson kuchaysa bo'ladi. Shuning uchun shopni o'chirib qo'yamiz. Hozir emas faqat. Clansda scoreboardga qo'shamiz yaqinda. Yana nimalar qoldi? Hozir unda scoreboard yarataman. Yana nimalar qo'yamiz? Hozir qanday pluginlar qo'ysak? Ishlatdim ha. Set spam qo'yamiz. Bo'l. Bizning set spamimiz o'xshadi. Masalan, RTP qilamiz va RTP ga boramiz, spam deymiz. Va biz spam so'zlar. Hozir biz chatga scoreboard to'g'rilaymiz. Scoreboard to'g'rilikmikan yo scoreboardni ham to'g'rilaymiz, keyin varplarga daqiqa ham qo'shamiz. 3 soniyalik varp yaratamiz. 3 soniyadan ko'p, masalan, uchun Myself by Steam yo BSMC degan BSMC kabi Basemine falan kabi serverlarda o'ynayman. Ularda vaqt 8 soniyada o'tadi. 8 soniya men o'ylayman bu playerlar uchun juda ko'p. Spawn va shu kabilarga hozir vaqt belgilaymiz. Baribir ushaq qo'yibman men. Islamimiz serverlarimiz va havolarimiz. Plugin so'tamizda birinchi bo'lib varplarni bor. Essential botamiz. Config YML botamiz. Buna göre de teleport cooldown deb qo'ygan. Shu cooldownni nol emas, necha 3 sekund qilmoqchi edingiz. 3 sekund qilamiz. Delay degan joyga ham 3 qo'yamiz. Va sahna qilamiz. Hozir men buni scoreboardni telefondan o'zimga tashlab olaman. Telegramdan ochib qo'yaman. Sizlar ham Telegramdan topinglar buni. Hozir Telegramdan tashib qo'ydim. Save message ekranimiz va полностью emasda, mana bu
Bonus ko'chirib olamiz, Telegramdan chiqib ketamiz. Xato qildim. Bu yerdan files kiritib, xato. Login ko'chish kerak edi. Mayli. Boshdan qilamiz. Tab o'tamiz. Config o'tamizda. Configdan mana shu joyni bu yerdan boshlab o'chirib tashlaymiz. Yo'q. Ctrl V orqali qo'yamiz. Va mana shunday shaklga keladi. Keyin buni biz save qilamiz. Tabni keyingi videoda to'g'rilaymiz. Vaqtimiz hozir juda ko'p bo'lib ketdi. 46 daqiqa bo'libdi. Save qilaylik va scoreboardni ham sizlar Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Serverga o'tamiz. Reload qilamiz. Mana biz ekranimizda shunday narsa hosil bo'ladi va buni biz Puppy Placeholder API orqali hal qilamiz. Echo download nima? Lock beramiz o'tamiz. Lock beramiz. Puppy Echo download player Puppy Echo download statistics Puppy Echo download value Puppy reload points tokenni to'g'irlash uchun bizga plugin kerak bo'ladi. Keyingi videoda ko'rsataman. Bu video rosa cho'zilib ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. Agar mana shu videoda 50 kapr 30 ta like bersanglar, keyingi videoni sразу YouTube'ga qo'yib yuboraman. Hammangizga rahmat va keyingi videoni kutib qoling.